Assalomu alaykum. Vodiy Optim qo'y kanaliga xush kelibsizlar. Xudo xolisa bugun mana Rossiyadan kelgan anguslarimiz haqida to'liq ma'lumot beramiz va narx-navolarni bilan tanishtirib boramiz. Xudo xolisa kanalimizga a'zo bo'ling, like, podpiska bosib qo'ying. Qani bo'lmasa boshladik ketdik. Behramboy, mollarimiz soni nechta? Buqalarimizda. 40 ta. Yosh o'liklar qanaqa? Yoshlar hammasi muzavvarda. Qayerdan keltirildi bular? Xullas Rossiyadan keldi. Mana bizlarni ko'rib turibsizlar. Samolladi yeb ochibdi mana. O'zimizning jaydarlar ham bor ekan Rossiyada, mana o'zimizning jaydarlardan. Ular ham Rossiyadan kelgan. Faqat o'zimizning jaydarlardan. Mayda bor mana o'zimizning jaydarlar. Mayda bor mana. To'g'ri endi, ya'ni o'zimiz joyda Rossiyadan kelgani, lekin o'zimiz jaydarlardan ham bor-da. Shunga o'xshaydi. Xolisi yoshlari ham yaxshi, yosh hammasi. Mana bunaqa ko'pina boshqa samollari yeb ochibdi bular qonni ochlig'idan. Ular ovqat tanlamas ekan bo'lmas-ki. Vaksinalar qilingan. Ha, bugun 3-kun, xudo xolisa charchoqlari chiqib qoldi. Narx-navosini hali ana bo'lgan yo'q, kelishilgan holda xudo xolisa chiroyli qilib narx-navolari kelish qolsa chiqarib boriladi hammasini. Va shu kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalar, xudo xolisa hamma narsadan xabardor bo'lib turasizlar degan umidamiz mana. Bo'ylari qanaqa buni bo'ylari? Mana. 1.5 dan ketaveradi, 1.70. Yo'q, bo'yi. Hazilashmang. 1.20, 1.30 bo'lsa kerak, yo 1.5. Shunaqalar ham bo'lsa kerak, hali biz metan tashlab ko'rganmiz. Men o'zim 1.70 manda. Ha, ichga kirib ko'rsatamiz. Soni 40 ta ekan. Kelganiga 3 kun bo'ldi, mana vaksina, emlash hamma yo'g'i bo'lgan. Litsinadan olib bo'lingan. Endi xudo xolisa charchoqdan chiqyapti mollar. Hali rasman chiqib bergani yo'q ular. Faqat yemish somonda hali. U yem-pem tashlangani yo'q, boshqa bo'lgani yo'q, samonlar urib chiqdi. Chiroyli holatda. Bo'ylari ashi 1.40, 1.30 atrofida ekan. 1.40. Aksariyat 1.30. 1.40 dan balandmi? 1.40 dan baland. Ekran ostida nima bilan aloqaga chiqasizlar? Narx-navolarni hamma yo'g'ini aytib o'tiladi. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol mana ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa kanal a'zolari kuzatib borilgan narx-navosi chiqishi bilan sotilgan narx-navosini chiroyli qilib sizlarga yetkazishga harakat qilamiz ularni. Sotiladigan. Sotilganmi? Sotiladigan. Yo'q, sotilgan narxini ham qo'yib boramiz-da. Kimgadir qanaqa, kimgadir nimadir tushib qolishi mumkin. Ayniqsa bayda, kamitlar ketishni boshlaydi hali. Bular Angus emas, bular Rossiyaniki emas, u emas, bu emas. Kecha video qildik. Komment yozib qo'ygan ekanmiz-da. O'zimni nomerimni qo'yib qo'yaverdim. Shu kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring, bundan yaxshi, shunaqa, bundan ham yaxshilarni qo'yib boramiz. Bizning ishimiz qo'y. Bundan bu yog'iga xudo xolisa qo'ylar, mollar chiqib boradi. Qanaqa qo'y kerak bo'lsa, qo'y chiqadi asosan. Behram? Mana shu mol bilan tenglashchi? 1.40 chiqarish kerak? Yo'q, Chiqmaydimi? baland 1.40. Kilosi ham 500 kilo, 600 kilo atrofida. Eng pasti ham 350-400 kilo. 600 kilo yo'q, lekin 500 kilo aniq bor. Bor ekan ichida. 600 kiloni ham chiqishi kerak bir. 5-6 dan chiqadi 600 kilosi ham. O'sha 400 dan 600 atrofida, o'rtasidagi. Ha. Shunaqa. 430 dan shu 600 orasigacha bor. Kanalga obuna bo'ling. Bundan da qiziqroq, bundan yaxshiroq qo'y mollar chiqarib borishga harakat qilamiz.